Bugun litli-litlini chempionini aniqlaymiz. Hop. Birinchisiga tuneslik salatimiz. O, ko'rinishidan boshqacha va mazasi yaxshi ekan, lekin o'ylaymanki, bundan ham zo'r narsa keladi oldinda. Shuning uchun buni 4-chi o'ringa qo'yib turaman. To'g'ri bo'lsa to'g'ri-da, mana buni ko'ring. O, ham tuxumi qimilyapti-ku, bunaqa liqillab. Wow. Okey, paradan Italiyani mazasi kelyapti bor-ku. Men buni 2-o'ringa qo'yaman. Uchinchisiga steykli sendvich. O, bunaqa narsalar bor ekan. Mana go'shtlarning chiqib turishini qarang. Menga rosa ham yoqdi, lekin bunga 3-o'ringa berib turing. Stromboli degan orolni eshitganmisiz? Yo'q. O'sha orolda o'ylab topilgan taomimiz. O, ko'rinishdan lekin birinchi o'rin hidi kelyapti, mana qarang. O, yiqilib kishiydotdi. Mana ko'rinishni qarasangizchi. Qani mazasi qanaqa ekan? Okey, so'zsiz birinchi o'rinda bu. Bugun chempionimiz Stromboli ekanda, lekin bizning 5-ovqatimiz ham bor hali. Shosh qolmadim deb o'ylayman, okey. 2026-yildagi eng katta xatoyingiz qildingiz. Bu oxirgi taomimiz. Okey, pizzani oxiriga olib qo'yadimi? Bunchalar bag'ratosh bo'lmaydilar-ku. Voh. Haqiqiy Italiyani mazasi kelyaptimi? Gap so'z bo'lishi mumkin emas, okey. Mazasi ham, ko'rinishi ham, hidi ham yorib ishim. Chempion mashi bo'lsa kerak deb o'ylovdim. Endi hammaning ham xato qilish haqqi bor. Bilasizmi kimlar xato qilmaydi? Kimlar?